Chevrolet Daewoo Labo 2026 modeli o'zining ixchamligi, qulayligi va amaliy funksiyalari bilan har kuni foydalanish uchun juda mos avtomobil sifatida tanilgan. Bu model shaharda harakatlanish uchun ideal bo'lib, tirband joylarda ham oson boshqariladi va to'xtash joyini tez topishga yordam beradi. Tashqi ko'rinishi oddiy lekin jozibali bo'lib, chiroqlar va radiator panjarasi zamonaviy uslubda yaratilgan. Avtomobil o'lchami uning shahardagi manevr qobiliyatini oshiradi va yo'l harakatida qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Bu Labo 2026 modeli kundalik hayotning barcha ehtiyojlariga mos keladigan variant bo'lib, oilaviy foydalanish uchun juda qulaydir. Salonda sizni qulay va funksional ichki makon kutadi. O'rindiqlar oddiy lekin yoqimli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Salonga kirganingizda yetarlicha bosh va oyoq uchun joy mavjud bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay muhit yaratadi. Markaziy konsolda joylashgan boshqaruv elementlari intuitiv tarzda joylashtirilgan bo'lib, ularni tushunish va ishlatish juda oson. Multimedia tizimi orqali Bluetooth yordamida telefonlarni ulanadi va yo'lovchilar sevimli musiqa yoki qo'ng'iroqlarni amalga oshirishi mumkin. Sportlar orqali qurilmalarni zaryadlash juda qulay va shahar ichida yoki uzun yo'l safarida juda foydalidir. Havoni konditsioner bilan boshqarish tizimi haroratni istalgan darajada ushlab turadi va salondagi qulay muhitni ta'minlaydi. 2026 yilgi Labo'ning dvigateli samarali va past yoqilgi sarfi bilan ishlaydi. Bu uning kundalik foydalanish xarajatlarini kamaytiradi va yo'l bo'ylab silliq harakatlanishni ta'minlaydi. Avtomatik uzatma qutisi haydovchiga tezlikni oson o'zgartirish imkonini beradi va shahar tirband joylarida qulay boshqaruvni saqlaydi. Suspensiya tizimi yo'l notekisliklarini yutib, yo'l bo'ylab farovonlikni oshiradi va salondagi shovqinni sezilarli darajada kamaytiradi. Bu esa yo'l harakati davomida yoqimli tajriba beradi. Xavfsizlik jihatidan Labo Apps tizimi va barqarorlik nazorati kabi funksiyalar bilan jihozlangan bo'lib, yo'l harakatida ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Orqa kamera va parkovka datchiklari tor joylarda to'xtashni juda osonlashtiradi. Bu xavfsizlik elementlari haydovchiga yo'l harakatini kuzatishda yordam beradi va to'xtash jarayonini soddalashtiradi. Videoni tomosha qilayotganda avtomobilning barcha afzalliklarini diqqat bilan o'rganing va o'zingiz uchun to'g'ri qaror qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida foydali va dolzarb ma'lumotlar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Chevrolet Daewoo Labo 2026 sizning kundalik hayotingizni osonlashtiradi va qulay hamroh bo'ladi.